Teknomakondan yangrıgan ünçü sadası. Ümitlik qalblarning o'chmas navosi. Mehirlik dillarning o'rtaq arzusi. Yangi Zelandiyadan anglatilayotgan Uncha programmasi. Assalomu alaykum. Güzel arzular uchun qadam olgan eng qimmatli qo'llovchilarimiz bo'lgan aziz anglag'uchilar. Assalomu alaykum. Jafo mushaqqat bilan kurash qilish badiliga har yerlarda farzand tarbiyalab, Uyg'urning kelgusini yaratish uchun ro'yi charchagan qadrdonlar. Şu charchagan dillaringlarga eng güzel mazmunlarimizni baxsh etish uchun mikrofon oldiga hozir bo'ldik. Men riyosatchi do'stinglar Dinzodbek Aziz. Sizlar uchun qilgan xizmatlarimizdan olamcha faxrlik biz. Men sirdishinglar Rana G'opur. Mayli qayerda, qandoq sharoitda bo'lmayli, Uyg'ur millatining qon qiyniga singib ketgani kulki chaqchaq naqshi muzikaga bo'lgan yerismalik bilan qiyinchilik va mushkulotlarni yengishda g'oyat zo'r energiya to'plash usuli barcha qarindoshlarimizga o'rtaq alohidalik deb o'ylayman. Bugungi mazmunlarimizni ilgirgideklar ajdodlarimizning go'zal miroslaridan 30 o'g'il mashrib to'g'risida muxbirimiz Güzelnur Juratning tunishtirishdan boshlamoqchimiz. Yoqtirib anglag'aysizlar. Ajdodlar hikmati u mirosdir, miros. Uyg'urlarning Heyit bayram va murosim odatlaridan 30 o'g'il mashribi. 30 o'g'il mashribi Eli rayonidagi Uyg'urlarning yerlik mashribi bo'lib, u qatnashish doirasi faqat erlar bilan cheklanadigan mashrabning nomi, ham to'y-to'kin mashrablari va boshqa har xil ommaviy murosimlarni tashkillab boshqaradigan ommaviy tashkilotning nomidir. 30 o'g'il mashribining tashkiliy qurilmasi asosan mashrab begi, ya'ni qozibag, yigit beshi, dorigay begi, ko'l begi, pashshab qatorliq amallardan tarkib topgan bo'lib, ularning har birining o'z oldiga vazifalari bo'lgan. Mashrab begi, ya'ni qozibag, 30 o'g'il mashrabidagi eng yuqori mansab nomi bo'lib, u asosan mashrabning butun ishlariga nazorat qilguvchi, mashrabdagi da'vo dastur ishlarini bir taraf qilguvchidir. Yigit beshi mashrabning asosliq tashkillovchisi bo'lib, mashrab faoliyatiga yetakchilik qilish vazifasini o'taydi. Dorigay begi, ya'ni dori begi, asosan mashrabning ko'ngil ichish faoliyati va naqsh usul, musiqa qatorliqlarni o'rinlashtirishga mas'ul bo'ladi. Ko'l begi mashrabning butkul moliya iqtisodiy ishlarini boshqaruvchisi bo'lib, odatda mashrabga lozim bo'ladigan barliq yemak-ichmak qatorliqlarni ko'l begi hal qiladi. Pashshab mashrabning intizom boshqaruvchisi bo'lib, odatda soqchi vazifasini o'rindaydi. Mashrab qatnashquvchilari shu so'rinning o'zida pashshabning boshqarishiga shartsiz bo'ysunadi. 30 o'g'il mashribiga a'zo bo'lguvchilarning soni cheklanmaydi. 30 o'g'il mashribiga a'zo bo'lish tuzumlari mukammal bo'lib, mashrabga a'zo bo'lguvchi belgilik shartlarni o'rindash talab qilinadi. Oldi bilan mashrabga qatnashishni talab qilguvchi yigitni dadisi yetilab mashrab so'riniga keladi. Pashshab bu ahvolni mashrab begi ham yigit beshiga xabar qiladi. Ular ruxsat qilgandan keyin yigitning dadisi mashrab a'zolarining oldiga o'g'lini mashrabga a'zo qilish haqida iltimos qiladi. Mashrab begi ham yigit beshiga bolaning ustixini bizning, go'shi sizlarning, adab axloq o'rgansin deb mashrabga olib keldim deydi. Yigit beshi bolaga bu mashrabning tatliqchiyi, ochiq tayiqi bor, chidisingiz kirishga ruxsat deydi. Bola chidayman deb javob bergandan keyin uning mashrabga qaytilishiga ruxsat qiladi. Uningdan keyin mashrabga qabul qilinmoqchi bo'lgan bu yigit o'zining ma'lum bir ortiqchiligini 30 o'g'ilning oldida ko'rsatib berishi shart. Agar hech qanday aloyligi bo'lmasa, ma'lum bir hayvon yoki biror qushning sayrishini do'rab bersin bo'ladi. Shuning bilan bolaning dadisi o'g'lining mashrabga qaytilganligining sharafiga 30 o'g'ilni uyga mashrabga taklif qiladi. Mashrabga a'zo bo'lib kirgan kishi mashrab kollektivining ruxsatisiz mashrabdan chiqib ketishga yoki sababsiz qatnashmaslikka ruxsat qilinmaydi. 30 o'g'il mashribi asosan kuzlik usul yig'ilib bo'lgandan keyin boshlanib, kelar yili atiyozliq terilg'i boshlang'icha davomlashadi. Har qitimliq yig'ilishda mashrab a'zolarining ba'zi muhim ishlari muzokara qilinib, maslahat beriladi. Shu yurtdagi jamoat ishlari haqida kengash ilib berildi. To'y-to'kun va o'lim yetim bo'lgan oilalardan hol so'rash va yordam berish qarorlashtirildi. Şunlaşqa 30 o'g'il mashribining yurt jamoati ichidagi inovati va obro'yi yuqori bo'lib, shu yurt kishilari mushu mashrab kollektiv atrofiga zich uyushgan.
Qısqası 30 oğul məşribi xalqның sənət məktəbi və ədəb əxlaq bölüşüki. Şundaqla başqa xildəki ammavi məşrəb mürasimlarının təşkilləgüçüsü və qanat yaydırğıcısıdır. Tarım qonçiləri. Tarım qonçiləri. Tarım qonçiləri. Qadrlik anlıqçılar, bu qitimliq tarım qonçilari sahifimizdə Yaponiyadan ibarət vaqt intayın qiz, şəraitqə erişmək müşkül bolğan ilim-fən dövlətidəki tirişcan analarning farzandlarimiz üçün singdirgan ajrini sizlarga tunishtirmoqchimiz. Tokyo Ballar Şadlığı Gruppisidagi analar va farzandlar har qaysi joylardagi ona til maktablaridek eng zo'r tirishchanlikni ko'rsatmoqda. Navbatdagi minutlarda diqqatinglarda bu vaqtdagi ziyorat xotirasi. Assalamu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlar, ota-onalar, suyimli bolalar. Men Tokyo Ballar Şadlık Gruppisining qurg'uvchisi Rayhon Avladdin hammanglarga o'tliq salom. Bizning Tokyo Ballar Şadlık Gruppimiz dastlabda 2016-yili 4-ayning 24-kuni 7 nafar ana va 10 nafar bolaninki ko'ngillik faoliyatidan boshlangan. Shundan keyin biz har oyda bir qitim yig'ilib, o'xshamagan tema, o'xshamagan joylarda faoliyatimizni davomlashtirib keldik. Faoliyatimizning asosli mazmuni birsi Uyg'ur do'stxon madaniyati, ajdodlar sahifasi, bizning dinimiz, ona til darsimiz, undan boshqa mashrab qatorliq mana bir qancha sahiflarga bo'linib ilib berildi. Gruppimiz dastlab qurilgandan tortib bugunga qadar, ya'ni 4 yildan ortiq vaqt ichida onalarning soni 15, bolalarning soni, ya'ni 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarning soni 35 ga yetdi. Biz 4 yildan beri Uyg'ur bolalarimizni uchrashtirib, Uyg'ur ro'yini singdirishga tirishib keldik. Bolalarimizning o'sib yetilish jarayonini Goyda, Yapondagi No'ruz gullari ichida, Goyda kuzningki rengarang yopurmaqlar bilan bezalgan güzel tabiat qo'yinida, ba'zida muzeyxonlar, yana ba'zida fan texnik saroylari degandek mana shunday har xil joylarda bolalarimizning o'sib yetilishini xotirlab keldik. Bu jarayonda biz onalarmi bolalar bilan tang o'sib yetildik. Biz bu bir top ana bolalar qo'shinining taki bolalarimiz balog'atga yetguncha o'zining yo'lini topguncha davomlashishini umid qilamiz. Hamda bolalarning eng ko'ngillik balalik aslimisi, analarning eng ko'ngillik onalik xotirasi bo'lib qolishini chin yuragimizdan umid qilamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Men Tulkanay Ahmad. Bahal tillayman. Zilikket canlar Bozimistan'dan. Canı canından. Bahal tillayman. Tünler kitsi. Oğluğan şildek. Piranındım. Bahal tillayman. Ne tahtım bal. Ne sevdim emdi. Kaynak bil kazan. Yürgüm emdi. Goya bil vulkan. Tilkim emdi. Şu vulkanımdan bahal tillayman. Ürümdün altık. Yığlap otamak. Milas midi bu. Yaşlar akkızmak. Hayra şi baş eğip tülmak. Pah vicdanındım bahal tillayman. Rahmet. Assalamu alaykum. Benim ismim Şekile Şükret. Bu yıl 10 yaşga kirdim. Oynaydigan bala barmı? Ah taş, kök taş, derya boyu süzük taş. Senin bilen men adaş. Oynaydigan bala barmı? Oynaydigan bala barmı? Müleydigan kala barmı? Düppür düppür atlar barmı? Yaylaydigan dala barmı? Soni kürsem bilik men. Derya emes irik men. Kış vaqtida oynashga çatırgan çana barmı? Assalamu alaykum. Kamaliye bulman. Bu yili 7 yaş buldum. Dikir dikir toşkan diyen koşakni okup vermen. Dikir dikir toşkan nege barsan. Dikir akam kesige. Dikir akam nimbedo. Üçke sirip süt bedo. Üçke senin sütü yok. Oğlu kanın putu yok. Üzüştü bir kaça. Bana bedi bir koşuk. Bir koşukka toymadı. Bir koşaklık bulmadım. Şükrepedim tüşükke. Bişimteydi büyüşükke. Assalamu alaykum. Benim ismim İzzet Osman. 8 yaş. Ben Hazır'dan
bahar chillayman, namriq she'rini o'qib beraman. Shuni kuylayman zimistandimi, tilim zanjirida bog'langandimi, ko'krakka nayza qadalgandimi, issiq qanimdan bahar chillayman. Ümidim bugün xiyaldan yüksek. Ümid bağıda açtı köp çiçek. Xiyaldan artıq taşqın bu tilek. Küreşten tağdan bahar çillayman. Bahar çillayman, bahar çillayman. Halak moğu işo şoni kuylayman. Buamı mağa şoni öğretken. Ondan özüngini necik söyleyman. Bahar çillayman, tünler kecesi. Meyli tozisın ömrüm gonçisi. Razıymen şondan kılıca arman yok. Bolaliysam men halak mongçisi. Assalamualaikum. Ben Japonya'daki Birinur Salacı'dan bölüm. Ben büyür 6 yaşıga kırdım. Ben oynasam oynaydım. Miyam müşküm. Şiki gözü çırarak ağıtı bolun tuşküm. Yaydı kanka göç yok. Göçü kalma ama hoş yok. Vaycan vayay meydo. Teysa tayak yak yok. Çık çık çık. Oygan bağıracağım. Teyyar edeceğim. Sanga anlayacağım. Çık çık çık. Mektepine yollar. Tereşip okun. Sosta sözü var. Rahmet. Muhabbatdan o'zgaga yetmaydigan qisqagina hayotliq, harakat, tirishish va kurash demakdir. Biz uchun qimmatdir ma'nilik hayot. Aktif energiyalik kishilarning ish izlarini anglashmo kishini har turli yangicha o'ylanishlarga boshlaydi. Bu qitimliq programmamizda Fransiya Davlatlik Sharqshunoslik institutining Uyg'ur tili o'qituvchisi, Yevropa Uyg'ur institutining qurg'uvchisi va mas'uli Dilnur Rayhon xonim bilan bo'lgan ziyorat xotirimizning davomi huzuringlarda bo'ladi. Yoqtirib anglag'aysizlar. Dilnur, sizni kunda g'oyat zo'r energiya bilan yashayotgandek his qilaman. Tirishchanligingiz muammamizga ma'lum. Bu xil energiyaning manbasi nima? Haqiqatan menda eshib teshib turgan urg'ib turgan energiya bor haqiqatan. O'zim hayron qilma gapning rosti. Undan boshqa balkim meningki bir ishlarni aytib qizg'in qaraydiganligim sabab bo'lishi mumkin. Hamda asosiyatdan pozitiv hayotga aytib aktiv energiya bilan qarayman. Burundan tatib bu tabiitim. Men xuddi o'zimni urg'ib teshib turgan energiya bilan tug'ilgandek his qilaman. Ko'p ishlayman ham ishlagandek his qilmayman o'zimni. Lekin ham meningcha bo'lganda nurg'un kishilardan shuni his qilaman. Mustaqillik menga o'xshash shunday pulga erishmaydigan ishlarni qildiganlar, vaqtining tangdan to'lisini ham shunday iqtisodiy manfaat kelmaydigan ishlarga berdiganlarga qarasam, qilgan kech kunduz qilgan bu xizmatlar insonni odurmaydi. Odurdigani shuni qilayotgan jarayondagi birga ishlayotgan kishilar nurg'un vaqtlarda insonlarni odurdi. Hamda mutlaq ko'pchilik hollarda manfaat o'ylamaydigan kishilarning orasida bizning oilada opam shundoq intayin hayotga qizg'in qaraydigan dinamik energiyalik shunda bo'lg'achqa yolg'iz bizni shundoq hammamizni yuqori o'qitib oxirigacha yaxshi tarbiyaladi. Hamda uyda kichikimdan tortib birga opamningki bizga qoldirgan ta'siri biri tirishish, qattiq tirishish. Opam meningcha bo'lganda nurg'un Uyg'ur oilalarida shunday talab nihoyatda yuqori. Cho'qim eng yaxshi bo'lish kerak. Meningcha shu menga davomli pozitiv hayotga umid bilan qarash va nima tirishishimda bir rol o'ynadi deb qarayman. Hamda shu jarayonlarda bizning uyninki alayligining birisi bizning uyda kitob intayin jiqdi. Butun bir ta'til kitob o'qiydik. Butun uydagilar. Shunga ajoyib chet el adabiyot o'qiydim men. Ko'pchiligimiz fransiyaliklarni kitoblardan erlar romantik, ayollar jazbidor, har qachon chiroyli yasanib yuriydi deb o'qigan. Shunga men mushuk to'g'riliq yozgan hikoyamga Parijni maydon qilgandim. Ammo reallikdagi fransiyaliklar zot qandaq?
Fransuzlarninki misli romantik emas, xuddi boshqa yerdagilarga opma o'xshash. Bularning ichida romantiklarimi bor, romantik emaslarimi bor. Bo'libmi bugungi kundagi fransuzlar faqatla romantik emas, romantik bo'lishni ko'nilik deb qaraydi nurg'unlari. Uning keyindan bizning ishimizdagilar bo'libmi, bizning ishimizdan keyingilar texmi betar. Hamda sirtda mushundaq bir fransuzlar o'zlarini kuladi. Fransiya sirtidagilarninki ko'z oldida fransuzlarni aytib romantik ko'rindi. Nimishqa deganda bu 19 asrdagi Fransiya klassik adabiyoti dunyo klassik adabiyotidagi tutgan o'rni alohida. Fransiya adabiyotidagi romantizm eng muhim o'rinni egallaganligi uchun romantizm mayli realizmda bo'lsin, realizmning ichida shundoq. Uning ustiga mutlaq ko'pchilik romanlarda fransuz klassik romanlarininki mutlaq ko'pchiligi Parijni tasvirlab yozadi. Ve Parij shularning o'zlarining ko'z oldida intayin bir romantik shahar hisoblanadi. Hamda u davrlardagi ammo bu umumiy xalqning hayoti emas. Parij cho'ng shahar, moda shahri bo'lganligi uchun uning keyindan va bularni shirkatlarda ishlaydiganlar mutlaq ko'pchilikka kiyim-kechak, yurish-turishga intayin e'tibor berdi albatta. Buningda alohida bir boshqa yerdan farq zo'r emas demoqchiman. Nima qiziqishingiz bor Dilnur? Parijdek muzeylar, go'zal san'at asarlari to'plangan bir yerda dam olishlarda nima ishlarni qilasiz? Parijda turganninki foydasini men toza chiqaraman. Parijda bordigan yer to'la, ko'rdigan ish to'la, ko'rdigan yer to'la. Bo'libmi albatta muzeylar ilgarikin bu shaharning o'zi sirtqi ko'rinishi bir muzey. O'zimninki eng yaxshi ko'rganim teatr. Shu o'zimga kim narsani yaxshi ko'raman, ya'ni kim narsa aptab sinib chiqib hech nima qilmay kafexonda o'tirib aptab sinib kaferimni ichib yo'ldan o'tgan kechganlarga qarab shularni kuzatib o'tirishni yaxshi ko'raman. Bu xil vaqtim oz bo'lganligi uchun shunday kun o'tkazishni hech nima qilmay kafe ichib atrofga qarab o'tirishni yaxshi ko'raman shu. Dilnur, o'zingizni feminist deb qaramsiz? Hozir bir xil radikal feministlar bor ekan, ular erlarni cho'ktirish yoki kamsitish orqali ayollarning o'rnini ko'taramiz deydigan. Sizningcha bu xil ideya to'g'rimi? Uning qarashicha ayollarning o'rnini texmi muqaddaslash orqali ayollarning huquqini qo'g'dab o'rnini ko'targan bo'lamdi. Men albatta men feminist, nurg'un ayollarga va ko'p erlarga o'xshashlar. Feminist deganlik erlar va ayollar inson bo'lish sifati bilan o'xshash huquqqa ega bo'lishi kerak deganlik. Ba'zi ideologlar, ba'zi ideyalarni ko'targuvchilar oz bo'lsinmi, ammo ko'proq shular eng varanchiligini qilgandan keyin bugungi dunyoda kim varanchilik qilsa shuningki ovozi ko'proq anglanganligi uchun xuddi harakatni shular qilayotgandek ko'rindi ba'zida. Bu bir ideologiya, xuddi boshqa bir ideologiyaga o'xshashlar. Buning ichida mo'tadillari bo'ladi, ashaddiylari bo'ladi. Bugungi kunda bo'lsa ayollar tamoman oldiga chiqqanligi uchun ko'zga ko'rinyotadi va qimmatini e'tirof qilinyotadi. Bu bir yaxshi ish. Bumi albatta erlarimizni texnik ilgarilatishga bir pozitiv omil bo'ladi. Bir-biriga barobar qarindoshlik munosabati bilan muomala qilgan chog'da ondan biz birlikka kelalaymiz va jamiyatimizni erkin va boshqalarni o'z qo'ynimizga oladigan, chetga qoqmaydigan bir madaniy bir jamiyat barpo qila olamiz shu chog'da. Rivoyatni tug'ar rivoyat. Muhabbatni tug'ar muhabbat. Yaxshilikda bor gulning uzlig'i dil xonasida saqlanar abad. Edebiyat dünyası. Ey ana til bizge sen halgan ulug'lardin nishon. Sen bilen ruhi zeminda iftixorlanğım kelar. O'tgan zamonlarning birida bir kambag'al dehqonning uyida yolg'izgina bir qizi bor ekan. Bu qiz aql idrokda nihoyatda yetilgan. Mushkul ishlar uning tadbiri va yo'l ko'rsatishi bilan yeshilgan ekan. Qizning bo'yturqimi yarishimliq bo'lib, chiroyi oydisi oy emas, kunduz kun emas, bak
go'zal ekan. Uning husn jamoli, taqturqi dadisini bir tarafdan xush qilsa, yana bir tarafdan ig'ir andishiga sepdi. Chunki shu mamlakatning podshohi nihoyatda xotinbaz kishi bo'lib, uning oyg'oqchilari, dallallari shahar-shahar, yezi-yeza, kent mahallalarni kezib yurib, kimning chiroyli qizi bo'lsa, uni podshohga tunishtirib, mukofot oladi ekan. Kunlarning birida bu qizning mutonqi podshohga yetib beribdi. Bir kuni podshoh dehqonni o'rdisiga chaqirib, qizini o'ziga xotinlikqa berishni aytibdi. Dehqon podshohning o'rdisidan qaytib kelib, bu ishni qandoq bir taraf qilishni bilolmay, beshini tutib, g'amga cho'kib, o'ltirib ketibdi. Qiz dadasining ahvolini ko'rib, uning sababini so'rabdi. Dadasi podshohning qizini xotinlikqa olmoqchi bo'layotganligini, o'zining bu ishga aniq javob bermay 3 kunlik muhlat so'raganligini aytib beribdi. Qizim, seni u podshohga bermasam, u meni jazolaydi. Beray desam, sen shuncha kundashliklarning ishida baxtsiz bo'lasan. Deb qizning peshonasiga suyib, yig'lab ketibdi. Qiz dadasining ahvolini uqqandan keyin tasalli berib, Bu ishdan siz ham yemang. O'zimga qo'yib bering. Men o'rdaga bormay turibmi, podshohdan qutulishning chorasini qila olayman. debdi. Qizning dadasi bu dard balolardan uning qutulib ketalaydiganligiga ko'z yetibdi. 3-kuni podshohning elchilari yetib kelganda, qizning dadasi Bu ishni qizimning o'zi biladi. Javobini o'zi beradi. O'zi bilan so'zlashinglar. deb qizni chaqirib berib, o'zi sirtqa chiqib ketibdi. Qiz elchilarga podshohning taklifini qabul ko'rdiganligini aytibdi. Elchilar qizdan rozi bo'lishib, to'ylig'ini so'rabdi. Qiz ularga ma'nlik qarab kulib qo'yib, Oldi bilan mening har birlaridan so'raydigan bir savolim bor. So'rsam bo'larmikin? Agar mumkin bo'lsa, shu savolga javob bersizlar, ondan keyin men to'yliqni salay. debdi. Elchilar har qanday savol bo'lsa, so'rashga bo'ldiganligini aytibdi. Qiz Shohimizning qancha yoshga kirganligini, qancha navbat uylanganligini bilishga bo'lamdikin? deb so'rabdi. Elchilar hech ikkilanmaylar. Osmondagi yulduzlarning sonini ilishqi bo'lur, lekin bizning podshohimizning qanchalik xotin olganligini bilgili bo'lmaydi. Podshohimiz o'zi 70 yoshda bo'lsa-mo, har kun degidek xotin ilishdan yiltayg'ini yo'q, deb javob beribdi. Qiz elchilarning javobini anglab bo'lib, tamkinlik bilan Undaq bo'lsa, mening to'yliqim bakla oddiy. 20 bo'ra, 30 qaplan, 40 arslan, 60 axta, 70 cing paxta, 80 taxtadan iborat. Mana shular qachon tayyorlansa, to'ymi shu vaqtda boshlansin, deb javob beribdi. Elchilar bu to'yliqqa oq yoki ko'k deyilmasdan o'rdiga qaytishibdi va podshohga birma-bir yetkazibdi. Podshoh butun vazirlarni yig'ib, Qidi, qanday qilib bu to'yliqni rastlaymiz? Buningga bir aql ko'rsatinglar. debdi. Vazirlar o'zlaricha qizni mazhir qilib kulishibdi. To'g'ri dangal tushaydi. O'shki jangal degandek, bu Temel dehqonning qizi og'ziga kelganda jo'ylaydigan toza bir sarang bo'ls kerak. Xiyoliga kelganda jo'ylabdi olaylar, deb podshohga xushomad qilishibdi. Bu to'yliq o'rdida va shu kuni kengashda birdam g'ulg'uli paydo bo'ldi. Keyin vazirlardan bir nechasi birlashib, Shohim, janobi oliylar uchun bu qanchalik ish edi? Ha? O'zlaridan farmon bo'lsa, bu ishni mana mundaq o'rlashtirsak, ha? Tog'dagi ovchi va chorvachilarga
20 böre, 30 qaplan, 40 arslanni 5 kunda tayyorlab bulduğanğa deyishib burdi deyli. Ha? Ona dekin, mavu 60 aqti bo'lsa, otxonada tayyor. 70 cing paxta zaminning bir bulog'idan chiqidi. 80 to'xtini yog'ochchilarga birla buyruq tushirsak, hozir tayyor qildi. Mashinanga boshqa qatirib ketishning hojati yo'q deb o'ylayman, alaylar. Podshoh vazirlarning bu maslahatini to'g'ri tepibdi va xushal bo'lib qaqoqlab kulib ketibdi. Shu maslahat bo'layotgan vaqtda o'rdining choychisi choy qo'yib etib bu so'zlarni anglabdi. Podshoh bilan vazirlarning aqlsizligidan hayron bo'lib, o'zini tutolmay kulib tashlabdi. Podshoh bu kulgidan ajablanib, orqasiga qarasa, choychi o'zini bosolmay kulib turdi. Podshoh ko'ngilda uning bu kulgisida cho'qim bir sir bo'z kerak deb o'ylabdi-da, choychini oldiga chaqirib kelib, uningdan so'rabdi. "Nima uchun kulding?" deb so'ragan ekan, choychi sal huduqib turib, "Alaylar, o'zimchil kulib tashildim, alaylar, kechirsizlar" deb rostini aytmabdi. Podshoh bu ishga teg'imi qiziqib, teri taraqshitib, hayviqib beqibdi. Lekin uningdan natija chiqmabdi. Oxiri uning g'azbi o'rlabdi. "Jallod!" deb vaqirabdi podshoh. Jallodlar qilichlarini sharaqlatib, "Kimning ajal toshdiki shoyim?" deb yetib keldi. "Mana bag'raz kulkisining zavabini aytib bermasa, darhol qallasini ilinglar" deb buyurdi. Choychi ishning yomonligiga yetganligini bilib, "Shoyim, bir qush qinimdan keslar aytib beray." "Bo'ldi, kechdim." "Shoyim, qizning to'yliqi haqida gap so'z bo'lganligida bu yerdagilar ishning mohiyatiga qaramasdan to'limi tetiqsiz maslahatlarni berishdi. Men shuningga kuldim." "Seningcha bo'lganda qizning to'yliqi nimani ko'rsatdi?" "Qizning 20 bo'ra degini. Odam bolasi 20 yoshga to'lganda bo'rdek chabdas, hormaz. 30 qaplan degini 30 yoshga to'lganda qoplondek kuchlik. 40 arslan degini 40 yoshga to'lganda arslondek surlik. 60 yoshga to'lganda xuddi oqta otga o'xshash o'z holi bilan qoladi. 70 yoshda xuddi otqan paxtadek bo'shishib yumshab ketadi. 80 yoshga to'lganda bo'lsa, odam bolasi toqti talab qildi degni 80 yoshga kirgan odam jinoz kutadigan bo'lib qoldi. 70 yoshga kirgan podshoh endi mendek qizlarni olaman demay, oxiratning tayyorligidan qilgani yaxshi. Podshohga hozir qizlar lozim emas, faqat taqtoy kerak degini. Mana shunchalik ishga har qaysilari to'g'ri fikr yurgizmay, xato paraz bilan ishga kirishganliklari uchun kuldim, debdi. Podshoh o'ylasa, buning aytqanlari rost. Bu ishdan u qattiq o'ylabdi. Buni ko'rgan vazirlar o'zlarining do'tliklaridan beshini ko'tarib atrofga qarayanmay, qattiq vahim ichida o'rtib bo'lishibdi. Qizning o'tkir va qoqshatqush fikrning zarbisi ostida yuragi zidi bo'lgan shohning beshi oylanib vujuddan ketdi. Shu yatqini bo'yicha o'ngishlamay, oxiri o'lib ketibdi. Podshohning bu o'limi butun el yurtni xushal qildi. Aziz anlıqçılar, her gün onlarga xotirjamlik va natijalar tilash bilan bu qitimliq programmamizni oxirlashtirmoqchimiz. Kelar qitimliq anglitishimizgacha sizlarni davomli sig'inamiz. Mikrofon oldida Dinzat Bek Aziz. Sizlarni so'yib, Rana G'upur. Xayr do'stlar, ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar.